Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yo'llagan holda siz azizlar bilan Rahmon taoloning iymon ahliga qilgan nidolari bilan tanishlikda davom etamiz. Bugun Alloh nasib etsa 85-nido bilan tanishib chiqamiz. Juma namoziga azon aytilganida namozga kelish farzligi, azondan keyin savdo va boshqa ishlar haromligi haqida. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ey iymon keltirganlar, juma kuni muazzin namozga chaqirgan paytda xutbani tinglashga va namozni ado etishga shoshiling. Savdo sotiqni va namozdan mashg'ul qiladigan barcha ishlarni yig'ishtiring. Sizlarga buyurilgan bu ish sizlar uchun yaxshidir. Chunki bu bilan gunohlaringiz kechiriladi va Alloh sizlarga ajr savoblar beradi. Agar o'z foydangizni o'ylasangiz, shunday qiling. Xutbani tinglab, namozni ado etib bo'lgach, yerda tarqaling va sa'y-harakatlaringiz bilan Allohning rizqini talab qiling. Barcha holatingizda Allohni zikr qiling. Shoyat dunyo va oxirat yaxshiligiga erishsangiz. Juma surasi 9-10 oyatlar. Hurmatli o'quvchi yoki eshituvchi, Alloh taolo mo'min bandalariga iymon sifati bilan nido qilayotganini eslating. Haqiqatda mo'minlar iymonlari bilan tirik bo'lib, o'zlariga qaratilgan nidoga quloq soladilar va barkamol hayotga chaqiruvchi Allohning nidosini ijobat qiladilar. Bu nidoda ham Alloh subhanahu va taolo ummat ichidagi butun vujudi bilan iymon keltirgan mo'min bandalariga nido qilmoqda. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, ya'ni menga, rasulimga, qiyomat kuniga, jannat va do'zaxga iymon keltirgan ey mo'min bandalarim. Iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati, juma kuni namozga azon etilsa, muazzin hayya alas-salah, namozga kelinglar deb juma namoziga azon etib chorlasa, buni javobini keltirishdan oldin juma kunining fazilatini bayon qilib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Juma boshqa kunlarda afzal bo'lgan fazilatli kun. Bu kunning fazilatidan musulmonlar bahramand bo'ldilar. Qaysarligi va manmanligi sabab yahudiylar, johilligi va gumrohligi bois nasroniylar bu kunning fazilatidan mahrum qoldilar. Alhamdulillah, bu kunning fazilatidan musulmonlar bahramand bo'ldilar. Eng afzal kun juma kunidir. Bu kunda Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi. Shu kuni jannatga kirgizdi va jannatdan chiqardi. Qiyomat ham shu kunda qoyim bo'ladi. Juma kunida bir soat bor. Kim namoz o'qigan, Allohdan biron bir narsa so'ragan, duo qilgan holda shu soatga to'g'ri kelib qolsa, so'rovi shu holatga to'g'ri kelib qolsa, shu soatga Alloh so'raganini albatta beradi. Bu haqda muttafaqun alayh bo'lgan sahih hadislar bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: kim juma kuni yuvinib, so'ng dastlabki vaqtda jumaga borsa, xuddi tuya qurbonlik qilgandek ajrga ega bo'ladi. Kim ikkinchi vaqtda borsa, go'yo sigir qurbonlik qilgandek, uchinchi vaqtda borsa, shohdor qo'chqor qurbonlik qilgandek, to'rtinchi vaqtda borsa, tovuq qurbonlik qilgandek, beshinchi vaqtda borsa, tuxum qurbonlik qilgandek ajrga ega bo'ladi. Imom minbarga chiqqanda farishtalar xutbaga quloq solish uchun hozir bo'lishadi dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Jumaga ertaroq borishga harakat qilish kerak. Jumaga xutba boshlangandan keyin boradigan bo'lsa, unga farishtalar imom xutbani boshlaganda haligi farishtalar qo'lidagi jumaga kelayotganlarning ro'yxatini yozilayotgan sahifani yopib, ular ham xutbani quloq solish uchun hozir bo'ladilar. Shuning uchun inson iloji boricha jumaga ertaroq birinchi vaqtda borishga, dastlabki vaqtda borishga harakat qilish kerak bo'ladi. Shunda tuya qurbonlik qilgandek,
ikkinchi uchinchi borgan sari kamayib kichkiralashib ketyapti. Qurbonlikni qarang, birinchi tuya, keyin sigir, keyin qo'chqor, tovuq, tuxum. Kech borgan sari haligi qurbonlik miqdori ham kamayib ketyapti, kichiklayib ketyapti. Demak, juma kuni muazzin namozga azon etsa, nima qilish lozimligini Alloh taolo haligi yuqoridagi juma kuni namozga azon etilsa, ya'ni muazzin hayya alas sola, namozga kelinglar deb juma namoziga azon etib chorlasa, deb gapimizni to'xtatdik-ku, ana shuni nima qilish kerak ekan? Xutbani tinglashga va namozni ado etishga shoshiling deydi. Demak, juma kuni muazzin namozga azon etsa, xutbani tinglash va namozni ado etish uchun inson shoshilish kerak. Ya'ni avval xutbani tinglab, so'ng juma namozini ado etish uchun masjidga borish kerak bo'ladi. Masjidga borishdan oldin jumadan oldingi sunnatlar bor. Bajarilishi kerak bo'lgan sunnat amallar bor, sunnat ishlar. Birinchi g'usl qilish. Jumaga borishdan oldin inson g'usl qilish kerak. Yangi kiyim kiyish kerak agar yangi kiyim bo'lsa. Yangi kiyim bo'lmasa, o'zini o'sha bor kiyimini yuvib, dazmollab, pokiza qilib, xushbo'ylanib, tishlarini misvaq qilib borish kerak. Chunki juma hamma odam yig'iladigan joy, erta o'zidan badbo'y hidli, kiyimidan badbo'y hid yoki og'zidan badbo'y hidli kelib turishi, bu Alloh taoloning insonlardan bo'lgan bandalariga, farishtalar hozir bo'ladi, mana aytganimizdek, mana Allohning farishtalariga ozor berib qo'yadi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: kim juma kuni g'usl qilsa, agar bor bo'lsa uydagi xushbo'yliklardan o'ziga surtsa, eng pokiza kiyimlarni kiysa, so'ng masjidga kelib nasib bo'lganicha namoz o'qisa, hech kimga ozor bermasa, ya'ni odamlarning o'rtasidan turtib birinchi saflarga, oldingi saflarga o'taman deb odamlarni turtib o'tmasa, ularga ozor bermasa, kiyimi xushbo'y, badbo'y hidlar bilan o'zidan haligi sigaret chekib yo nos chekib og'izlaridan badbo'y hidlar bilan hech kimga ozor bermasa va imom xutbaga chiqib to namozni ado etguniga qadar jim turib quloq solsa, o'tgan juma bilan shu juma oralig'idagi kichik gunohlariga kafforat bo'ladi dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda. Bir haftani ichidagi qilib qo'ygan, bilib bilmasdan qilgan kichik gunohlarimizga kafforat bo'ladi. Bu juma bilan keyingi jumani orasida. Shu jumaga shuncha e'tibor berish kerak shuning uchun. Sunan sohiblari rivoyat qilgan hadisda esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda turib, sizlardan biringiz juma kuni uchun ish kiyimidan boshqa tepapast 2 kiyim sotib olsa nima bo'ladi ya deganlar. Ya'ni odamlar juma kuni o'zi shu ishlab turgan joyida stanoni tepasidanmi yoki do'kon qayerda bo'lsa ham ishlab turgan bo'lsa, shu ishchi kiyimi bilan kelsa, ko'pincha ishchilarda bevosita harakat qilganligi uchun o'zidan bir badbo'y hid kelishi mumkin. U kiyimiga o'tirib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki oshxonada ishlasa, haligi yog' kiyimlari bilan masjidga chiqib keladi. Shundoq masjidda o'tirgan odamlarga haligi badbo'y hid kelib, haligidan ta'bi xira bo'ladi. Yoningizda bir badbo'y hid taratib turgan odam o'tirib qolsa, juda ham odamni ta'bi xira bo'ladi. Haligi imomning ma'ruzasi ham qulog'iga yaxshi kirmay qoladi. Shunga mana shu badbo'y hid bilan kelgan odamlar sababchi bo'lmasligi kerak. Shunaqa, shuning uchun mana juma uchun alohida 2 kiyim, tepa-past 2 kiyim sotib olsa nima bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu jumaga alohida kiyim qilib qo'yish kerak iloji boricha. Shu kuni ishga birga olib boradi, uyga kelib ketish mashaqqat albatta. Ishga birga olib ketish kerak. O'sha juma kuni haligi ishchi kiyimlarni yechib, jumaga xoslab qo'ygan kiyimini kiyib, xushbo'ylarni sepib chiqsa, ana sunnatga muvofiq bo'ladi. Qancha ajr hosil oladi. Alloh taolo fas'au ila zikrillahi dan keyin Allohning zikriga shoshilingdan keyin vazarul bay' dedi. Savdo sotiqni va sizlarni namozdan mashg'ul qiladigan barcha ishni yig'ishtiring dedi Alloh taolo. Vazarul bay'. Ya'ni oldi sotdini to'xtating. Savdo sotiq deganda ham sotish, ham sotib olish nazarda tutilgan. Savdo sotiq deganda ikkalasi ham kiradi. Men sotib olmayman-ku, sotmayman-ku, sotib olmayman-ku demaslik kerak. Savdo sotiq deganda ham sotish, ham sotib olish nazarda tutilgan. Imom minbarda xutba qilayotgan payt har qanday bitim tuzish harom hisoblanadi. Savdo sotuv qilish harom hisoblanadi. Nafaqat tijorat, balki kasb hunarga oid, ishlab chiqarish, dehqonchilik, oshxona va hokazo namozdan to'sadigan har qanday ish bilan mashg'ul bo'lish juma payt harom hisoblanadi.
Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Sizlarga buyurilgan bu ish sizlar uchun yaxshidir. Agar o'z foydangizni bilsangiz, shunday qiling deydi Alloh taolo. Ya'ni savdo sotiqni va boshqa har qanday ishlarni yig'ishtirib, masjidga borishingiz, xutbani jim o'tirib eshitib, so'ng juma namozini ado etishingiz savobi ko'p, dunyo va oxiratda yaxshi samara beradigan ishdir. Alloh taolo aytadiki: "Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Xutbani tinglab, namozni ado etib bo'lgach, yerda tarqaling. Ya'ni juma namozini o'qib bo'lgach, ehtiyojingiz bo'lgan oldi-sotdi va boshqa muboh ishlar bilan mashg'ul bo'lish uchun atrofga tarqalavering va sa'y-harakatlaringiz bilan Allohning rizqini talab qiling. Ya'ni dunyo ishlaringizda muhtoj bo'lgan narsalarni istang. Chunki banda qo'lga kiritadigan har qanday rizq Allohning berishi va fazli karami hisoblanadi. Banda faqat sabablarni ishga soladi xolos. Ammo harom narsalar nima bo'lishidan qat'iy nazar, taom, yemo-ichmo bo'ladimi, kiyim-kechak bo'ladimi, boshqami, harom talab qilinmaydi. Zero haromni talab qilishga Alloh izn bermagan va bu Allohning fazli marhamati ham, rizqi ro'zi ham hisoblanmaydi. Sahobalar mana shu oyatga qattiq amal qilishardi. Hatto sahobalardan birlari jumani o'qib chiqqanlarida duo qilardilarki: "Ey Allohim, mana o'zing sana amringga ko'ra juma namozi bo'lganda fas'au ila zikrillah, namozga kelib o'sha namozni, xutbalarni tinglab namozni ado eting" deb Alloh taolo buyurgan eding. Mana buyrug'ingga itoat etib masjidga keldim, xutbani tingladim, namozni o'qidim. Mana endi fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ard, namoz tugagach ana endi yerda tarqalib rizq ro'z talab qilavering degan amringga ko'ra mana endi rizqimni talab qilishga ketyapman. Allohim o'zing halol joylardan menga rizq ato etgin deb duo qilib jumadan keyin tirikchiligiga ketardilar. Juma kuni ishlamaslik kerak degan gap yo'q mana. Juma vaqtida ishlamaslik kerak. Jumaga azon etilganda ikkinchi azon etilinadi, hozir ikkita azon etilinadigan bo'lgan-ku, shu joriy qilingan. Shu ikkinchi azonida har qanday savdo sotuv, har qanday tijorat bitimlarini tuzish bu harom. Hamma narsani yig'ishtirib jumaga kelish kerak. Jumani o'qish kerak. Juma shunaqa jiddiy narsa. Ba'zi bir tashkilotlarda juma vaqtiga majlis tashkil qilib qo'yishar ekan, atayin majlis uyushtirib qo'yilar ekan. Bu shu ishni atayin qilayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqsin, buni iymonida halali bor bunaqa boshliqlarni. Juma kuni o'sha xodimlarni jumaga borishligiga sharoit qilib berish kerak. O'sha boshliqlarni o'zi ham borsin. Shu jumani farz qilgan Alloh taolo shu mansabga o'tkazib qo'yibdimi? Buni shukrini ado etish kerak. Bu tug'yonga ketmasin. Alloh bilan o'ynashmaslik kerak. Allohga dushmanlik. Sen Alloh jumani farz qilgan bo'lsang, men mana xodimlarimga juma kuni majlis qilib qo'yganman, hammasi men bitta qimillamay o'tiradi. Seni buyrug'ing emas, meni buyrug'imni qiladi deb Allohga urush ochgandek, Allohga bir qarshidek bo'lib qoladi. Alloh taolo azoblasa, o'sha mansabi ham shunday qila olmaydi. Mol dunyosi, mansab, martabasi, kuchi, quvvati Alloh taolo bir kasal berib qo'ysa, oddiy bir siyomiy qolsa qancha qiynalib qoladi. Ichki yemay qolsa, kechirasizlar, qancha qiynalib qoladi. Alloh asrasin, insul infaq qilib oyoq qo'lini ishlamay birovga muhtoj qilib qo'yish mumkin. Alloh bilan o'ynashib, Alloh bilan hazillashib, Allohga bir qarshi chiqib bo'lmaydi. Bu Alloh Robbil alamin, Alloh cheksiz qudratga ega zot. Alloh jumaga boringlar, Allohni hamma narsani yig'ishtirib Allohga haligi juma o'qishga boringlar dedimi? Xo'p bo'ladi deyishimiz kerak biz banda o'laroq. Robbim bosh ustiga xo'p bo'ladi, sen shuni amr etgan bo'lsang biz shuni qilamiz deb xodimlari bilan hamma bilan qo'shilib borish kerak. Butun mana shu yerda davlat rahbarlari o'zini butun vazirlari bilan kelib jumani o'qib ketadi. Hech qattiq kam bo'lib qolayotgani yo'q, davlat ishlari ham to'xtab qolayotgan joyi yo'q. Hammasi joyida ketyapti. 20 lik buyuk davlatlarning ichiga kiradi. Vazkurulloha kaseera la'allakum tuflihun dedi oyat davomida. Barcha holatingizda Allohni ko'p zikr qiling dedi. Ayniqsa Allohning rizqini talab qilib, ishingizga tarqalishda ish bilan bo'lib Allohning zikrini unutib qo'ymang, balki dilingiz va tilingiz bilan Allohni ko'p zikr qiling. Shunda la'allakum tuflihun. Shoyat dunyo va oxirat yaxshiligiga erishsangiz, ya'ni sa'y-harakatingizda muvaffaqiyatga erishib, butun rizq ro'zida bo'ladimi, nima ta'lim tarbiya masalalaridami, butun sa'y-harakatingizda muvaffaqiyatga erishish umidida
Alloh taoloni ko'p zikr qilish kerak bo'ladi. Chunki Allohni zikr qilishda musulmon odamga katta yordam bor. Muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan va ziyon ko'rishdan saqlanish bor. Kim Allohni ko'p zikr qilsa, bu muvaffaqiyatga erishishligiga yordam bo'ladi va bilaks muvaffaqiyatsizlikka uchrash va ziyon ko'rishdan saqlanish bo'ladi. Mo'minning najot topib yaxshilikka erishishi bu dunyogagina cheklanib qolmagan, balki dunyo va oxiratga umumiy hisoblanadi. Oxiratdagi najot topish do'zaxdan qutulib jannatga kirish bilan bo'ladi. Endi so'zimizni so'ngida siz muhtaram o'quvchi yo tinglovchiga doim yodda tutishingiz zarur bo'lgan eslatmalarni bayon qilamiz. Birinchi, juma namozining farz ekani. Juma namozi faqatgina ayol kishidan, qul, kasal va kasalga qaruvchidan hamda musofirdan soqit bo'ladi. Juma o'qimayotganlar shuni bilib olsin mana. Juma faqat ayol kishidan soqit bo'ladi. Quldan soqit bo'ladi. Kasal bo'lsa yoki kasalga qaruvchi tepasida kasalga qarab o'tiribdi, bir qadam nariyoqqa jilolmaydi, kasalga bir putur yetib qolishi mumkin. Yoki musofir odam. Ana shulardan soqit bo'ladi. Ikkinchi, imom minbarga ko'tarilib muazzin ikkinchi azonni aytishi boshlagach, oldi sotdi qilish va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lish harom. Uchinchi, Alloh taoloning fas'au ila zikrillah, namozni ado etishga shoshiling so'zidan fas'au, ya'ni yugurish va tez yurish tushunmasligi lozim. Balki namozga borganda xotirjam, vazmin holda borish kerak. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilganlar. Namozga kelganda odam shoshilib yugurib borish kerak emas. Sahih hadis bor bunga. Xotirjam, vazmin kelsa, viqor bilan yurib kelsa xotirjam va imom masalan 5 vaqt namozga ham, shu bu namozga ham ta'siri bor. Yugurib kelgan odamning namozda xushusi ham ketadi. Xotirjam, viqor bilan kelsa namozda xushuga ham shu sabab bo'ladi. Endi haligi fas'au deb haligi shoshiling deb biz tarjima qilgan fas'au, say kalimasi yugurish va tez yurishdan boshqa ma'nolarga kelishiga misollar ko'p. Masalan, falonchi oilasini deb say harakatda yelib yugurib yuribdi deganda, yugurib yuribdi, chopib yuribdi degan ma'no chiqmaydi, balki oilasini boqish uchun ishlayapti degani kelib chiqadi. Yana bir misol, masalan, falonchi falon va falon kishilar o'rtasini isloh qilish uchun say harakatda yuribdi deganda ham tez yuribdi yo chopib yugurib yuribdi degan ma'no anglashilmaydi. Balki shuni o'rtasini isloh qilishda harakat qilyapti degani kelib chiqadi. Mana shuni unutmasdan yodda tutishga harakat qilish va bunga eng muhimi amal qilishga va boshqalarga ham o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Alloh taoloning buyrug'ini bajaradigan, man etgan ishlardan tiyiladigan solih mo'min, mo'mina va muslimalardan bo'lishlarimizni o'zimiz va zurriyotlarimizga Alloh o'zi nasib aylasin. 5 vaqt namozni vaqtida o'qiydigan, ro'zalarni tutib, zakotlarni berib, qodir bo'lsa hajlarni qilib, Allohning buyurgan buyruqlarini hammasini to'la to'kis bajarib, harom ishlardan tiyilib, bu dunyoda iymon bilan yashab, Allohning roziligini topib, jannatda payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan Allohning jamolini ko'radigan, muvaffaqiyatga erishgan bandalardan bo'lishni Alloh nasib aylasin. Va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.